arab tilida boshqa hech qaysi tillarda yo'q bo'lgan ajoyib xususiyatlar bor. Bu xususiyatlar odamni shokka tushirib qo'yadi. Misol uchun arab tilida bitta so'z juda ham keng ma'nolarni anglata biladi va shu bilan birgalikda bu so'zni ma'nodoshlari juda ham ko'p bo'ladi. Oddiygina masalan qaradi degan so'zni oladigan bo'lsak, qarash, nazaro, qaradi, qiyo boqdi yoki arab tilida buni boshqa iboralari bor. Misol uchun lamaha, ko'zini chiti bilan qaradi, romaqo, o'g'rincha qarab oldi. Hattoki oddiygina kuchuk degan so'zimizni ham arab tilida 60 tadan ko'p sinonimlar mavjud va bu sinonimlarning hammasi o'ziga xos ma'nolarni bildiradi. Bunaqa holat menimcha faqatgina arab tilida kuzatilishi mumkin. Bunga ilovatan, bunga qo'shimcha o'laroq arab tilida so'zlarning ketma-ketligini o'zini ham o'ziga xos ma'nolari bo'lishi mumkin. Misol uchun na'buduka deydigan bo'lsak, senga ibodat qilamiz degan ma'noni bildiradi. Lekin biz buni ketma-ketligini o'zgartiradigan bo'lsak, iyyaka na'budu deb bunda sengagina ibodat qilamiz degan ma'noni bildiradi. Bunaqa ajoyib ibora, ajoyib uslub faqatgina arab tilida kuzatilishi mumkin. Balkim shuning uchundir Qur'on arab tilida nozil bo'ldi. Vallohu a'lam.